Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Bugun men shu tezlam bir Tesla to'g'riliq yana xabar beray deb sal xabarlar bor, yana to'liqlaydigan, to'liqlab so'zlaydigan yerlarim bor. Yaqinda bir necha xabar bor. Tesla uchun nihoyat yaxshi emas xabarlar. Birsi bo'lsa, men u oldin qatda Tesla'niki bir vaqa chiqqan bir xabar bor. Uningda Tesla'nın maşinasi so'qilib, portlab, kendi o'tgan ikki odamning jiniga zomin bo'lgan, ikkisi o'lgan. Mishta xabar bor. Lekin bu odamlar kendi o'tganligi uchun balkim bu Tesla'ni o'zi autopilot qilib o'zi haydalgan vaqtida so'qilgan bo'lishi deb mumkin deb qaralmoqda. Lekin rasmiy tahi bir kamidi bu to'g'riliq. Lekin bu to'g'riliq shunchalik g'ol-g'ol bo'lib ketgan ham bir yeri nima degan chog'da, masalan, dunyoda har qanday yerlarda har qanday mashina hodislari chiqib turdi. Uningda boshqa mashinalardan hodis chiqsa, hech kimning kori yo'q. Lekin Mao Tesla'ningki mashinasining vaqasi chiqsa, hamma odam shunday o Tesla anda bo'libdi deb, ichidagi o'lgan odamlar bilan kori yo'q. Bu Tesla'niki parang bo'lib ketib bordi. Shuning bilan nimasi paychiki tushib ketamki deb men oldin qatdan boshlab qarayotgan, lekin tushmadi. Odatda bunday xabar bo'lsa, Tesla'niki paychikida 10%, 20%lik mustaq o'xshamaydigan tushishi bo'ldi-chu. Anandagi ham bir xabar nima degan chog'da, balkim ba'zanlar anglagan bo'lishinglar mumkin. Shu nimada Xitoyda, Xitoyning qaysi shahrida shu bir ayol shu Tesla o'zining mashinasining ustiga chiqib vaqirab, Tesla'niki men Tesla olgandim, mashinamniki tormoz ishlanmadi deb hashta g'ol-g'ol qilib, hammada shu cho'ng bir yarmankidagi yerda hashta qilgan videosi hammaga tarqalib ketdi. Endi men buni o'zimning shaxsan fikrim, bu bir uyan. Xitoyning o'zining ichidagi uyan. Birisi nima uchun degan chog'da Xitoyniki hozir dunyo bo'yicha ham qaralmoqda, shu Tesla'ga eng raqobat bo'lgan cho'ng shirkat deb. Bu bo'lsa-mu NIO deymiz inglizcha, xitoycha Village. Shu endi Tesla'ningki eng cho'ng raqobat shirkati mashinasi bo'lib qoldi deb qaralyapti. Ham bulturqi bir xabarni desam, bultur shu Village eng jiq o'rlagan paychaklardan birisi. Amerikadagi pay bozorida bor, Jungoning pay bozorida yo'q. Xitoyning o'zlari qarasanglarmi, Xitoylarning jiqlari qo'qab ololmaydi Xitoyning o'zining paychaklarini. Va Xitoyning iqtisodidan bir kuni bir ayrim video qilib ishlab so'zlab bermay, Xitoyning iqtisodiy nihoyat yaxshi emas. Ham shunda dötlük ishlarni qilyapti. Bu shu paychak $10 ashta yerdan biroqlam o'sib $50 chiqqan. Qanday degan chog'da beshida hammadan buni ko'zga ilmagan. Ananikin bu ichidagi pullarimni ishlatib tugaganda, yanda taraqqiy qilayotgan vaqtida pullarni ishlatib tugasa, xatarlik shuning bilan biroqlam o'lib ketadi. Shuning bilan hammasi mana paychak tushib ketgan bo'ldi deb degan vaqtida, shu Shandongmi, Xebeymi qaysi o'lkaninki hukumatlari bu shirkatga o'zi pul chiqarib yordam qildi. Necha bilyonlik Amerika dollarlik yordam qildi. Hukumatning o'zining pulini ishlatib. Shuning bilan bilib oldi, bu hukumat o'zi qo'llab ko'tarayotgan bir shirkat deb bilib oldi. Shundan biroqlam buning paychiki o'rlab $50 ashta chiqib ketdi. Bu tur o'rlagan vaqtlarda $60 chiqdimi? Ashta yerlari bor. Shuningga anaki bu yil shu tushib $30 yana tushib 50% tak tushdi. Tushib yaxshi o'rlayamadi. O'ziniki shu xulosalari shunday yaxshi chiqdi, lekin yana o'rlayamadi. Chunki buni men Tesla'ni yaxshi tushundirmayman. Tesla bilan baslashadigan hech qanday yeri yo'q. Buniki o'ziniki ishi loyihasi shunday yaxshiki, lekin qolgan yerlari uncha yaxshi emas. Lekin bu Xitoyniki
paychaklarda odatda shu Alibaba deydi, boshqa yangi ko'tarilayotgan shundan nurg'un yaxshi shirkatlarim bor, lekin hech qaysining ishonchisi yo'q. Men sizlarga azaldan deb keldim, shu ishonch degan bak muhim. Bir davlatniki masalan dollarga, puliga bo'lgan ishonchisi bo'lsin, bir shirkatga bo'lgan ishonchisi bo'lsin, mush mahsuloti bo'lgan ishonchisi bo'lsin degan narsalar bak muhim. Ishonchisi bo'lsa, anaki haq oldi, olgandan keyin anaki paychiga o'rlaydi. Anaki bu mahsulotiga foyda qildi, texim yaxshi taraqqiy qila oladi. Bu ishonchisi yo'q hech qanday shirkatlarning. Shuning bilan bular bu o'yinni o'ynabdi menimcha. Bo'lmasa bunda o'yinni hech qanday yerda ko'rolmaysizlar. Boshqa shirkatniki, boshqa mashinalarniki tormoz ishlamabdi deydigan ishlar nurg'un. Xitoynikidan o'ziniki nurg'un mashinalari bor. Unda o'yinni hech narsa ko'rib baxmadik. Bu ay yarmarkaga berib, shu bu hikoyaniki deyilishda başta işlemepti, saqçıxanlarga, Tesla'ga berib, az qıptı, az qısa sen xatanim qılıb qapsa, şunda yaxşı işlər etibdi depdi. Ondan keyin bu azni axturamay, mush yarmarkaga berib, yig'lab ustiga chiqib ketib, keyin mush bovanlar qilib achib ketibdi. Andan keyinda bir hafta o'tgandan keyin Xitoyniki hukumati oxiri yana nim deb chiqadi. Shu Tesla'ni endi jazolaymiz, andamanda deb xabarlarni chiqadi. Nima uchun bunday qildi degan chog'da, shu Tesla'niki setilishi butun dunyo bo'yicha eng yuqori shu elektronlik mashinalar ichida, lekin 41% Xitoyda setildi ekan. Tesla'niki şirket shu elektronlik mashinalarniki dunyoniki 41% Xitoyda setilgan. Bu 41%ning eng yuqorisini Tesla egallaydi ekan. Chunki butun dunyo hozir Biden chiqqandan keyin texnik bilsizlar, bir necha yildan keyin yaxshi ko'rsizlar, shu muhit to'g'riliq bak izlanyotdi, muhit to'g'riliq jiq kuch chiqaryotdi. Bo'lib shu elektronlik mashina ishlatish jihatda. Anadaki Xitoymi necha yil bo'ldi, hozirgacha shu muhitga bak kuchayotdi-ku. Shu elektronlik mashina olsimi Xitoyda hukumatdan qanchalik pul yordam qildi ekan. Shuni dunyoniki keyinda qolmaymiz, yuzimizni ko'taramiz demdi, shunday qilayotgan bo'lishi mumkin. Shu yerlar bor, endi bu yerlar qarab baqsanglar, lekin men bu necha kun ichida men sizlarga degan Tesla'ni bu yilgacha men balkim olmayman, balkim qarab boqaman deb, lekin shu oldingi necha kun Tesla'ning 3 paychikini oldim. Chunki shunda cho'ng xabarlar bo'lsa-mu, Tesla'ning paychiki unchalar bek tushib ketmadi. Faqat to'lasi chiqqandan keyin 3% mi 4% tak tushdi. Xulosasi shunda yaxshi chiqdi, hammasini buzdi. Buzgan bilanmi yana tushib ketdi. Ba'zan chog'i shunda bo'ldi, paychak bozor degan. Eng yuqori maslar degan bu oqibati chiqishdan burun bahası kırpıldı. Xulası chiqishdan burun bahası kırpılışı mumkin. Aynan ki xulası chiqqandan keyin aynan ki tushib ketishi mumkin deb. Men birsi nim deb kirdim degan chog'da, shunda cho'ng xabarlar chiqsa-mu, bak medirlab qo'ymadi. Endi azroq o'rildi dedi. Shuning bilan buni bir o'rligisi baki deb faraz qildim men. Shuning bilan $700 atrofida oldim. Hozirmi bir shu joyga qaytib keldi. Beshda azroq o'rlab. Agar mush xabarlar tugagandan keyin yana bir o'rlab $800 az degan $800 ya $900 ham chiqishi mumkin o'xshaydi deb azroqdan oldim. Agar yana tushib ketib qolsa, to'xtamay qo'shib olaman deb. Ana keyin yana nima uchun oldim degan chog'da Tesla'ni maslaga Allah'tan tushundirgan, lekin men bu haqda yana bir to'liqlik aytay. Tesla bir oddiy shirkat emas, u bir mashina shirkati emas, elektronlik mashina shirkati emas. Hem Elon Musk hozir dunyo bo'yicha shu elektronlik mashina shirkatlar nima uchun bunday jiqlar ketdi degan chog'da Elon Musk beshida shu elektronlik mashina ishlaydigan, shu elektronlik mashinalarni qanday ishlab chiqargan mazmunlarning hammasini oshkorlab o'tgan. Chunki bu Elon Muskning kallasi sal odatga odamlarga o'xshamaydi. Uningki o'ylashida shu dunyoni ishtirak taraqqiy qildirayli, ishtirak o'zi o'ylagan shu nimasiga kirgizayli deb bu ishlab chiqargan shu maxfiyatlik hujjatlarni hammasini oshkorlab o'tgan.
Shuningga hammada mushunday kopiya qiliblar, shu Nio deydi, Nikola degandek hamma shirkatlarning, masalan, hozir shu odatdagi Toyota deydi, Xitoyninki boshqa shirkatlari deydi, hammasi mushniki nimasini ishlatadi amaliyotda. Mushuna mazmunlardan foydalanib ishlab chiqardi. Lekin hozir shu o'zi haydaydigan texnikasini boshqalarga bermadi. Shu yer yaxshi. Anadagi boshqa shirkatlar qanday qildi desanglar, shu mayli shu solarniki sistemasi bo'lsin, tok bilan qachlaydigan, yo bo'lmasa batareyasi bo'lsin, yo bo'lmasa radasi bo'lsin. Har qanday shu texniklik yerlarni boshqa shirkatlar bilan hamkorlashib tan qildi. Boshqa shirkatlarning narsasini ishlatdi. Lekin Tesla bo'lsa, hozirgacha nurg'un narsalarni o'ziniki qilib ishlab chiqaryapti. Yana bir yaxshi yer nima degan chog'da Elon Muskniki yana bir shirkati bor, SpaceX deb sizlarga deb bergan. SpaceX'nimi shu o'ziniki sun'iy amralari bor. Sun'iy amra bir elektronlik o'zi haydaydigan mashina uchun shunchalik muhim, ham solarniki sistemasini qilish uchun shunchalik muhim. Shu yerlari bor, o'zimizni o'zi qildi. Ham o'ziniki istroqvaniyatimi o'ziniki nimasi bor, o'ziniki mahsulotini, o'zining istroqvaniyasini ishlatadi. Shuningga bu qandaq degan chog'da men o'sha olma shirkatini yaxshi ko'rgandek, olma shirkati o'zi markazlashib, o'sha telefon bilan kompyuter bilan ishlatadi, kompyuter bilan ishlab chiqardi, qolgan narsalar bilan jiq kar yo'q. Mushun bilan markazlashgachga hamma narsani o'ziniki texnikalarini, masalan, burun Google Maps ishlatadi, hozir Apple o'ziniki xaritasini ishlatadi, o'ziniki narsalarni ishlatib chiqaryapti. O'sha telefonda quloqda anglaydigan bo'lsin, soat bo'lsin, yangidan chiqqan telefonlar yuzib ketganini topadigan bunday narsalar bo'lsin, hammasini o'zinikini ishlatadi. Shu yeri bak muhimchi, shuning bilan tanarqisi shunchalik tuvanlaydi. Andan keyin kelgusidami bir rasmiy mukammal yaxshi shirkat bo'lib chiqa oladi. Ham o'ziniki daftarda o'ziniki naq puli jiq bo'lsa, masalan, men Apple olma shirkatini shunday yaxshi ko'rmayman, chunki uniki hozir hisobida naq pul shunday jiq. Mushu naq pulni o'ziniki sohalarda taraqqiy qildirib, masalan, Tesla'mi shu radarni o'zinikini taraqqiy qildirib, o'ziniki batareyasini taraqqiy qildirib, o'ziniki solasini taraqqiy qildirib, yaxshi taraqqiy qildira oladi. Pullarni to'g'ri yaxshi yerlarga shiltalaydi. Men degan bir shirkat qargan chog'da shu gruppasiga, mushlarniki planlarga, to'xtamlarga qaraymiz deb, shu ashalar kirdi. Shu plan deydi, shu gruppalarniki odamlarni nagi shiltatadi kallasini, planlarni nagi qo'yadi, pullarini nagi shiltatadi. Mushlar bak muhim. Hozir bir yetilmagan bir shirkat turib, shunchalik bir yerga yetilib, planlari shunday yaxshi mukammal mang'an bo'lsa, kelgusi rasmiy parlaq desak bo'ldi. Ammo odamningki ansiraydigan yeri shu, hozir mening ansiraydigan yerim o Tesla'ningki bahasi beklam yuqori. Odatdagidek yuqori emas, az deganda 5-6 hassa yuqori. Shuningda ansiraydi. Lekin men yillarla aldım. Chunki mush narsalarga ishondim men. Mush narsalarga rasmiy kelgusi baka cho'qim o'rlayotgan dedim. Hamda qog'inni hech kim bilmaydi qanday bo'lganini. Qarab boqamiz. Men asta kirib oldim. O'zimniki shaxsiy hisobotimda tiq kirmadim. Balkim yana ozroq tushsa kirishim mumkin. Ma'noda sizlar ko'rsatgan hisobotda kirdim. Agar tushsa to'xtamay qo'shib, mush yilning oxirigacha qo'shib mangman. Balkim meniki planim kelajak yillarda mush hisobotimdagi eng cho'ng, eng jiq paycha qilib, eng ustiga chiqarmoqchi. Hamsi men Tesla'ni bilgan mushunchalik so'zlay. Kelajak ko'rishaylik. Başmaltaqni besish unutmang, abone bo'ling, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. Başmaltaqni chiqib olsangiz mayli. Biz kelajak ko'rishaylik. Allohga emanet.